Agar sizda suyak singan bo'lsa, bu video siz uchun. Bugun sizlar bilan ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan suyak singandan keyingi eng xavfli asorat haqida gaplashamiz. Agar suyak sinishidan keyin barmoqlaringiz uvishsa, ularda igna sanchigandek yoki chumoli o'rmalagandek his bo'lsa, bilingki bu jiddiy signal. Bu shu suyak singani uchun shunaqa bo'lyapti deb o'ylamang. Bu nerv zararlanganligini asosiy belgisi. Bu holat o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Agar o'tib ketishini kutsangiz, qo'l harakatini butunlay yo'qotishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qo'lingizni nogironlikdan saqlab qolishingiz mumkin. Barchamizga ma'lum, sinish aynan suyakka xos. Singandan keyingi barmoqlardagi uvishish, ularda igna sanchigandek yoki chumoli o'rmalagandek his bo'lishi esa bu endi nerv bilan bog'liq muammo hisoblanadi. Odatda suyak sinishidan keyin uni atrofida biroz shish va ma'lum bir vaqtga harakat cheklanishi mumkin. Lekin qo'lda sezuvchanlik albatta saqlanishi kerak. Agar barmoqlarda uvishish, sanchish yoki kuchsizlik paydo bo'lsa, demak nerv siqilgan yoki zararlangan hisoblanadi. Suyak bu harakatsiz tayanch, lekin qo'ldagi asosiy harakatni boshqarib turuvchi to'qima bu nerv hisoblanadi. Har bir nerv o'nlab perinevriyalardan iborat. Har bir perinevriya esa ko'plab endonevriyalarni o'z ichiga oladi. Har bir endonevriya ichida esa zanjirsimon ko'rinishdagi miyelin qobig'i bilan o'ralgan akson mavjud. Aynan shu zanjirdan impuls o'tadi va qo'lni harakatlantiradi va sezuvchanligini ta'minlaydi. Bu jarayon mikrometrlarda bo'layotgan jarayondir. Bu impulslar to'liq va to'xtovsiz o'tishi uchun hech qanday to'siq va uzilishlar bo'lmasligi shart. Har qanday kichik to'siq nervni to'liq ishlashiga to'sqinlik qiladi va qo'lni harakati va sezuvchanligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ko'p uchraydigan holat tirsak sohasidagi suyak sinishi natijasida nervga jiddiy ziyon yetishi mumkin. Ba'zida nerv singan suyakning bir qismi bilan qisiladi va natijada uni o'tkazuvchanligiga jiddiy ta'sir qiladi. Ya'ni o'sha qisilish impulsni to'liq va uzluksiz o'tishiga to'sqinlik qiladi. Nerv turli xil sabablarga ko'ra zararlanishi mumkin, lekin oqibati doim bir xil. Ya'ni nervning impuls o'tkazuvchanligi buzilishi. Bunday holatlarda vaqtida e'tibor qaratilmasa, ma'lum vaqtdan keyin qo'lni qurishiga va qiyshayib ketishiga olib keladi. Bu esa nogironlikdir. Qanday qilib suyak sinishida nerv shikastlanishi mumkin? Nervlar suyaklarga juda yaqin joylashgan bo'ladi. Shuning uchun suyak singan paytda ular har xil darajada shikastlanishi mumkin. Masalan, singan suyaklar orasida qisilishi mumkin, ba'zida butunlay uzilib ketishi ham mumkin. To'qimalardagi shish sababli siqilishi mumkin, gips tomonidan bosilishi mumkin yoki keyinchalik suyak bitish jarayonida chandiqlar ta'sirida zararlanish ham mumkin. Ayniqsa bunday holat tirsak atrofiga yaqin suyaklar sinishida ko'p uchraydi. Chunki bu yerda tirsak nervining asosiy tarmog'i o'tadi va bu holat boshqa nervlarda ham bo'lishi mumkin. Eng katta xatolik nimada? Eng ko'p uchraydigan xatolik bu kutish. Odamlar o'ylaydiki, bu sinish bilan bog'liq bo'lsa kerak, o'tib ketadi deb. Lekin nerv suyak emas. Agar nerv uzoq vaqt siqilgan holda qolsa, nerv tolalari zararlanadi va u qurishni boshlaydi va keyinchalik u qayta tiklanmaydi. Qaysi belgilardan biz nerv shikastlanganligini bilishimiz mumkin? Buning uchun qaysi barmoqlar uvishayotganligiga e'tibor bering. Agar kichik barmoq va nomsiz barmoqning yarmi uvishi kuzatilsa, ularda igna sanchigandek yoki chumol o'rmalagandek his bo'lsa, demak tirsak nervi jarohatlangan bo'ladi. Vaqt o'tgan sari shu barmoqda kuchsizlik kuzatiladi. Agar vaqtda e'tibor qilinmasa, keyinchalik ikkala barmoq borgan sari qiyshayishni boshlaydi. Ikkinchisi, agar birinchi, ikkinchi, uchinchi barmoqlar, ya'ni bosh barmoq, ko'rsatkich va o'rta barmoqda sezishda o'zgarish bo'lsa, ushlashda kuchsizlik, narsani ushlab turish qiyinlashishi kuzatilsa, demak, o'rta nerv shikastlangan bo'ladi. Uchinchisi esa, agar barmoqlarni va kaftni tepaga ko'tara olmaslik kuzatilsa, barmoqlarni tepaga yozishda kuchsizlik yoki imkonsiz bo'lsa, osilib qolgan qo'lni ko'rsak, demak bilak nervi shikastlangan bo'ladi. Bunday holatda mikroxirurg nima qiladi? Shifokor qo'lni ko'rikdan o'tkazadi. Agar kerak bo'lsa, nervlarda maxsus testlar, NMG tekshiruv va shikastlangan zonasini aniqlash maqsadida o'zi tekshiruvlarni o'tkazadi. Misol tariqasida, quyidagi o'zi tekshiruvda bitayotgan suyak bo'rtmasi tomonidan qisilgan tirsak nervini ko'rishimiz mumkin.
Agar tekshiruv natijalariga ko'ra nerv jarohatlangan bo'lsa, masalan, u yerda siqilish bo'lsa yoki uni butunligiga shikast yetgan bo'lsa, zudlik bilan mikroxirurg tomonidan uni tiklash amaliyoti bajariladi. Shu bilan qo'lning funksiyasini saqlab qolish mumkin. Qachon zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak? Quyidagi holatlarda darhol shifokorga murojaat qiling. Qo'lda uvishish va sanchiqlar sezsangiz, barmoq va kaftda uvishish o'tib ketmasa, yuqoridagi belgilar kuchaysa, qo'lda kuchsizlik paydo bo'lsa va bu holat 1-2 haftadan oshsa, bunday holatda faqat kuzatish emas, balki mikroxirurg ko'rigi kerak. Demak, xulosa, eslab qoling, sinishdan keyingi qo'ldagi uvishish bu normal emas. Bu nerv yordamga muhtoj ekanining belgisi. Qancha erta murojaat qilsangiz, shuncha yaxshi tiklanish imkoniyati bo'ladi va qo'lingizni nogironlikdan saqlab qolgan bo'lasiz. Men doktor Ulug'bek, 15 yillik tajribaga ega qo'l va oyoq mikroxirurgiman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunaqa muammolar kuzatilsa, quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling.